Barchalarga assalomu alaykum, barchalarga xayrli kun vatandoshlar. Shifokor Muhammad Telegram kanal a'zolari, YouTube kanal a'zolari. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda bolalar o'rtasida jinoyatchilik juda avj olayotganga o'xshayapti. Hozir men sizlarga bir Rossiyada bo'lib o'tgan voqeani ko'rsataman va undan keyin gaplashamiz. Этот пронзительный, почти звериный крик 12-летнего Жени теперь уже навсегда останется в памяти его родителей. На видео у мальчика пробита легкая, удар ножом нанес его сверстник. Мальчики учатся в одной школе. Сквозь слезы окровавленный ребенок терпеливо идет к своему дому. Помогите! Кто-нибудь! Мне спину ножом проткнули! Мои друзья не забрали телефон! Ana azizlar, ko'rdinglar, bir bolacha ko'kragining orqa qafasiga pichoq urilgan holatda dod deb ketyapti. Videoda aytilyaptiki, buni o'zini do'stlari qilgan. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Hurmatli ota-onalar, farzandingizni birinchi o'rinda nimaga qiziqishi, nimalar qilayotganlari, qayerga borayotganlari, kimlar bilan do'st tutyaptiga e'tibor bu ikkinchi o'rinda balog'at yoshda farzand bilan ota-ona do'st bo'lishi kerak. Do'st bo'lishga, sirlashga, bolani iloji boricha ishda bo'lish kerak. Har bir ota-ona shuning uchun o'z farzandiga doim mas'ul bo'lib qanaqa boyaga aytganda kim bilan do'st bo'lib, qayerga boryapti, nima ishlar qilyapti, PlayStation, har xil telefondagi o'yinlar yoki bo'lmasa diniy oqimlarga kirib ketdi. Azizlar, bitta narsa bor. Bolani 8 yoshdan keyin tushunish kerak, eshitish kerak. 16 yoshdan 25 yoshgacha bola bilan do'st bo'lish kerak. Bir marta bola quyushqondan chiqib ketsa, boshqa qayta o'zini holatiga tushmaydi. Shuning uchun agar bolangiz telefonda yoki bo'lmasa kompyuterxonalarda har xil mana bunday o'q otib odam o'ldirish o'yinlari o'ynayotgan bo'lsa, unga chora ko'rish kerak. Chunki shu narsa bolani zehni, asabi, ruhiyatiga ta'sir qilgan holda mana bunday keyinchalik o'zini yaqin do'sti, birodarlarga, sinfdoshlarga, xudo ko'rsatmasin, oila a'zolariga yomonlik qilib qo'yishdan qaytmaydi. Chunki ushbu o'ynayotgan har xil odam o'ldiradigan o'yinlar albatta insonni vahshiylashtiradi va ruhiyatiga xavf tasdirlaydi. Bola bilan qanday muomalada bo'lsangiz, kelajakda shu boladan shunday odam chiqadi. Bonapart Napoleonni enagasi va uning onasi janob turing sizni buyuk ishlar kutyapti deb bolaga o'sha muomala qilgan. Haqiqatan Bonapart Napoleon tarixda yozilib qoldi. Xuddi shunaqa xalqqa, millatga foydasi tegadigan farzandlarni tarbiyalash har bir ota-onaning burchidir. Ushbu videoga bee'tibor bo'lmang va ushbu videoni yaqin do'stingizga ulashib qo'ying.